Liu Bei, Liu Xuan'da taktikada savmundudun 30 desi artıq. Məsələn, Şuzhou ağında qıssa haqqında bayan. Cao 300 min kişilik sarxıl qoşununu başlap, Tao Chen'nin dadısını öldürüp attı degende bahana qilib, Şuzhou'nu egallab olish maqsadida Tao Chen'ga hujum qilib keldi. Bu vaqtda Tao Chen'nin lashkari 250 ming atrofida lashkar bo'lgan bilan, bu yerda Tao Chen bu al-Mustaqdan adolatparvar, xalqparvar, xalqni beyitishni o'ylagan, boshqalarga urush qilib bu kengaymichilikni o'ylab boqmashqa, bu yerda lashkari tuzumi yaxshi emas. Shuning uchun bu o'zlar bu yerda Cao tenkilanmaydiganligini biladi. Shuning uchun shu zaman Yuan Shao, Gong Sun qatorliqlarga bir yordam so'raydi. Biroq hech kim bu yerga yordam kelmaydi. Qo'yilmagan yerdan 10 mingga yetmaydigan oqsoq cho'loq lashkarlarni Guan Zhao qatorliq 3 sarkarisi bilan birlikda Liu Bei bu yerga yordamga keldi. Bu vaqtda Zhang Fei deydi-ku Liu Bei'ga, "Ağa, Cao'ning 300 ming kishilik sarxil qo'shini bor. Bu yerda Tao Chen'ning 250 ming qo'shini bor. Uning ustiga bu qal'a ichida kuch jihatdan jiq farqi yo'q. Endi biz bu 10 mingga yetmaydigan aran terib döşgan lashkarlarimiz jangga salsa, o'zimizni o'lim tutib bergan bo'lmaymizmi? Bizga nima foyda degan vaqtda Liu Bei bir gap qildi. "Ren yi zhishi tian xiao wu di" dedi. Shuning uchun meni qo'shib olishni unutib qolmanglar, bir tal haqsiz yurganlarni aymanglar. Shuning bilan bu yerda Liu Bei butkul qo'shini urral deydi. Yarim kun vaqt bo'lmayla bu Liu Bei'ning qo'shini pakiz qirilib tugaydi. Hatta xotin ballarımı muş jangda ölüp ketdi. Endi lekin bir şey qarasanglar, butkul qissadan Liu Bei'ning jang qilish bir ortiqchiligi bor. Her qancha dahshat yengilsimi, o'zi chuqur hayot qoldi. Her qanday bir jangda yengilib qolsimi, nəhayət dahshat yengilsimi, o'zi chuqur hayot qola oladi. Can bo'lsa jahon, osh bo'lsa qozon deydiğini bor. Endi bu yer bu jang tugagandan keyin Liu Bei'larni bu Tao Chen qabul qildi. Liu Bei bilan quchoqlashib, yig'lab turib ko'rishib, "Va, Liu Xuan'da rahmat sizga, alsam butkul qo'shildirim, mag'lubiyatga uchrabdi. Ash qirilib yotgan hammasining shirkatning adimi ekan, bizning shirkatning adimi Gonzo bo'lsa Qoraqalpog'iston ekan. Alsam xotin balarim mushanda o'lib ketibdi ekan. Kunib qoldim unga" deb qo'ydi Liu Bei. Shuning bilan bu yerda Tao Chen deydi. "Liu Xuan'da inem, sen nima lazım? Uymi, oshliqmi, boyliqmi, nima bo'lsa de, hozir imzo qo'yib tasdiqlab bermayman sayvoq" deb. Degandikim ben Liu Bei bo'ldi. Men hech nima lozim emas. Men faqat o'ldirib yordam qilayli deb keldim. Undaq desam men xijil bo'lib qolmay deb turib oldim. Qaranglar, mayatki Liu Bei'ning taktikasi yenib turib uskan qo'shqa bek usudi. Shunami mushnimi keyin tatib turib anonki ursak bek ura olamiz. Yeni hayatda aldığımızda kelgan narsaga sizlar qalandarda qo'limizni suzib qilsak, jiq narsaga erisha olmaymiz. Shu qalandarchilik bir narsaga erisha olamiz yoki qo'limizni chiqarib olishimiz mumkin. Shunga bu hayot fursatlarda ba'zida qo'limizni yig'ib turishni bilishimiz kerak. Shuning bilan qanday bo'ldi? Bu yerda Tao Chen turib ketib, xijil bo'lib, Liu Bei qarab turib ketib, bo'lmasa butkul Şuzhou'ni sana bir vaqt Liu Xuan'da ini. Butkul Şuzhou'ni shu sanlam qutqudalig'i desa sana bir deb qaranglar. O'zining o'g'li ballarg'in bergan bu Şuzhou'ni endi bu yerda bir Liu Bei'ga bir vaqt. Liu Bei yamanbika. Qaranglar bu yerda Cao 300 ming kishilik qo'shin bilan 3 joyda eplangan Şuzhou'ni bu yerda Liu Bei 10 mingga yetmaydigan lashkar bilan yarim kunda layapti. Ham bu Şuzhou'ning mayli lashkar, oshliq, boyliq hech nimasi xo'rimadi. Butkul xalqmi qoyillik bilan, rozimanlik bilan Liu Bei'ga ergashdi. Liu Bei yamanbika. Cao'ning bu taktikini 30 yil ortiq quramdika. Endi bu yerda siz bu televiziya teatrga qarab Liu Bei'ning mardligi tufaylidan, oq ko'ngilligi tufaylidan dishki bo'lmaydi. Manfaat bo'lmaydi ekan, hargiz bunday yuz bermaydi. Endi bizning hayotimizda bu shunday fursatlar, imkoniyatlar tulib teshib turdi. Sizlar bu shunday imkoniyatlarni, fursatlarni tushunmoqchi, tutib turmoqchi bo'lsanglar, bir tavsiyam Nurali Avlizning hayotingizdagi 84 ming xil imkoniyat kitobini qattiq tavsiya qilma. Bu kitap ham nashr qilingandan keyin nəhayət setilish yaxshi. O'qirmanlarning bu kitap bo'lgan bahasi nəhayət yaxshi. Bu kitapning shu Uyg'ur tilidagi nusxasini Tunchvanga akirib qo'ydim yoki Fansa uchun kirib shu yerda avatib birma. Yoqtiradigan do'stlar sizin setib olinglar. Bundan keyin davomli qissa haqida bayon, suv bo'yida qizg'iravoq kuchish qatorliq nurg'un yaxshi mazmunlarni va yaxshi kitoblarni davomli tavsiya qilmay, shuning uchun meni qo'shib olishni unutib qolmanglar. Bir tal haqsiz yurganlarni aymanglar. Rahmat.